Nega birinchi navbatda Germaniyani tanladingiz o'quvchilarni yuborish uchun? Men ko'proq xalqqa qarayman. O'zim qishloqdanman. Qishloqda bolalari, yoki qishloqdagi mahalladaşlarimni nima ish qilib qanday daromad topishini tushunaman. Umuman Toshkent miqyosida ham deylik. Asosiy muammo chet elda ta'lim olishda moddiyat talab qilinadi, jasorat ota-onalarda. Germaniyada shu og'riq yo'q ota-onalarga. Muammo tug'ilmaydi. Ya'ni kim kontrakt degan tushunchamiz bor. Bu tushuncha Germaniyada yo'q. Demak, bizni qora ko'zlarimiz Germaniyaga kontraktsiz yillik shartnoma pulini to'lamasdan bepul dunyoning eng rivojlangan ta'limlarida, markazlarida demak ilm olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bu juda katta narsa aslida. Shuning uchun ham tanlaganman. Demak, Germaniya 400 dan oshiq universitet bo'lsa, uni 100 tasi biz top 1000 talik deymiz. Top 1000 talikda kiradigan universitet. Bu diplom bilan siz tasavvur qiling. Butun dunyo mehnat bozori ochiq bo'lgan. Nafaqat O'zbekistonda, qolaversa butun dunyoda. Yoshlarimizda ishlasin, borib Google'da ishlasin, katta kompaniyalarda ishlasin va shunday kompaniyalar yaratsin yoshlarimiz. Bu imkoniyat qayerda bo'ladi? Bu Germaniyada bo'ladi. Bu imkoniyatni qayerdan boshlasa bo'ladi? Deutsche School'da boshlasa bo'ladi. Demak, hammasi shu maqsadda tashkil qilingan edi.